Hammaga salom bolalar. Kelishim bugungi videoda Cleopatra olamini birinchi bor harakat qilaman va men ko'p tushunishingiz mumkin 15-8 darajaman. Va men bu yoqdan mana 50 mingni ocha olaman. Menda Vegas o'g'lim bor va men 50 mingni ham ochib ko'rganman. Men yurgan 25 qadam beradi. Bola o'yin boshladik. Ko'rishni ham baland. O'yna olaman, men o'ynaman. 5048 ta level to'plaganman. Sizga like obuna bosinglar. Ola ben like bana qana. Menimcha bak qo'ygan. Mana toshlar masjida. Yaxshi bola. Katta quruqda. Bana yo'q. Ola nima bo'lyapti? Balina mana u. Ola bazina kapshina. Va nima bo'libdi короче. Bak men yurganimda bola 500 million o'qishibdi. Yo. Bak bola. Neşin çocuğum bola telefon falan mı? Manca 5 böyle telefon olamaz. Aş yoktur kendim ben. Gerçeğe vurma tarih falan. Sekin. Bola sekin. Sekin. Bola. Nece gitti. Gitti sonra telefon olamaz. Siz sizlardan shunday layr qilmoqchi bo'lsanglar, menga tushunasizlar va men bu o'yinni qanday o'ynashni o'rgataman. 5 ta omadli obunachilarimni drujamga qo'shaman. 9 bola. Keyin sizlar ham shunda mandi 5048 bo'lishini mumkin. Sizlarga bitta narsani ko'rsataman bola. Adminga kirasizda. O'zingiz level tanlasangizlar ham bo'ladi mana admin. Mana sovg'a, mana Vegas o'rin bor. Mana levelni ham kuchaytirib beradi va men levelimni 1508 qilib qo'ydim va men o'zimga freelikni ham ochib olganman. Ya'ni 50 ming x bola. Ya'ni bu o'yin juda yomon ajoyib. Sizlar ham o'ynab ko'rishni tavsiya qilaman. Sizlarga bu o'yinni qanday o'ynashni o'rgataman. Levelangizni oshirishni mana короче adminga kirasiz. Larda Setwinners yana nimalar bor. Keyin sizlar ashramda mana level masalan 9 mana. Endi levelimni ko'rishingiz mumkin. 999 darajadaman. Va shunday qilib biz levelingni qarashu shunday qilib biz levelingizni oshirishingiz mumkin bolalar. Shunday bolalar. O'nta istak bor mayli 13 istak. Nima bo'ldi? Mana 13-chi istakka kelib oldim. Va unboard'dan yana savol bilan yutdim. Ular nechta savol ekan o'zi? 150 ming. Bu juda ham kam bolalar, juda ham kam sovrin. Men sovrinim VG, shuning uchun bu bolalar juda ham kam sovrin. Kirib o'ynashni maslahat beraman bolalar. Sizlar mana shunda shug'ullanishinglar ham mumkin. Men 5 ta omadli obunachilarimdan drujamga qo'shaman. Albatta kommentariyaga yozib ketinglar va sizlar ham menga tushuntirasiz orqali bu o'yinni qanday o'ynashni o'rganishingiz mumkin. Qanday bunday qilish. Mana bolalar qarashmanglar. Mana bu yoqda hech narsa yo'q bolalar. Sizlar bilan go'jo bo'ldi bolalar. Kanalga like obuna bosishni unutmang. Hammanglarga xayr do'stlar. Sizlar bilan go'jo uz bo'ldi.